Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensionerlar nimani qilishi mumkin emas. Qaysi harakatlar pension to'lovini to'xtatishga, ortiqcha olingan pulni qaytarishga, hatto ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, qarindoshlariga va ularning hujjatlarini yuritib berayotgan odamlarga tegishli. Chunki ko'p hollarda xatoni pensionerning o'zi emas, uning nomidan ish qilayotgan yaqinlari qiladi. Lekin oqibat pensionerning pensiyasiga ta'sir qiladi. Men bugun buni oddiy, tushunarli tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim holatlar juda nozik. Odam men hech kimni aldaganim yo'q deb o'ylaydi, lekin qonuniy tomondan u noto'g'ri ish qilgan bo'lib chiqadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'plab oilalarni katta muammolardan saqlab qoladi. Avvallari ko'p ma'lumotlar qog'ozda yurardi. Bir idorada bir ma'lumot, boshqa idorada boshqa ma'lumot bo'lardi. Pensiona yashash joyini o'zgartirsa, chet elga uzoq muddatga chiqib ketsa, qo'shimcha daromad olsa, nogironlik holati o'zgarsa yoki pensioner vafot etsa, ba'zan bu ma'lumot tegishli idoralarga kech yetib borardi. Shu sababli ayrim oilalarda baribir hech kim bilmaydi degan noto'g'ri fikr paydo bo'lgan. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat organlari, banklar, soliq tizimi, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari, migratsiya, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va boshqa ma'lumotlar tobora ko'proq elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Ya'ni pensionerning holati o'zgarsa, bu ma'lumot ertami-kechmi tizimda ko'rinadi. Shuning uchun pensioner uchun eng xavfli narsa yashirish, kechiktirish, keyin aytarman deb yurish yoki boshqa odamning maslahatiga ishonib noqonuniy yo'lga kirishdir. Men eng muhim qoidani darhol aytaman. Pensionerga tegishli bo'lmagan pulni olish, pensiyaga ta'sir qiladigan ma'lumotni yashirish, soxta hujjat berish, bank kartasini begona odamga topshirish, vafot etgan odamning pensiyasini olish yoki boshqa shaxs nomidan noqonuniy foydalanish taqiqlanadi. Bu oddiy gapdek eshitiladi, lekin amalda eng ko'p muammo aynan shu joyda chiqadi. Birinchi xavfli holat. Vafot etgan pensionerning pensiyasini olish. Bu barcha uchun qat'iy taqiqlangan. Masalan, ota 12 may kuni vafot etdi, pensiya esa uning bank kartasiga 25 may kuni tushdi. Farzandi bu pul baribir otamniki edi. Davolanishiga xarajat qilganmiz, men olib qo'ya qolay deb kartadan pul yechib oldi. Hayotiy tomondan bu odam o'zini oqlashi mumkin, lekin huquqiy tomondan bu juda xavfli. Chunki pensioner vafot etgandan keyin pensiya to'lovining davri, hisob kitobi va meros masalalari alohida tartibda ko'riladi. Kartadan pulni yashirincha yechib olish ortiqcha to'lovni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. Yana bir misol. Onaxon vafot etgan, lekin uning plastik kartasi kelinida bo'lgan. Kelin har oy pensiya tushishini ko'rib, 3 oy davomida 20 million 200 ming so'mdan jami 3 million 600 ming so'mni yechgan. Keyin tekshiruvda vafot sanasi aniqlangan. Natijada oila pulni qaytarishga majbur bo'ladi. Agar bu ish qasddan, ya'ni bilib turib qilingan deb baholansa, masala yanada og'irlashishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, yaqin inson vafot etgan bo'lsa, uning kartasiga tushgan pullarga o'zboshimchalik bilan tegmang. Avval pensiya jamg'armasi yoki tegishli idoraga murojaat qiling. Ikkinchi xavfli holat, pensiyaga ta'sir qiladigan ma'lumotlarni yashirish. Ba'zi to'lovlar faqat ma'lum shartlar bajarilganda beriladi. Masalan, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovlar, parvarish puli, ayrim imtiyozli qo'shimcha to'lovlar. Agar shart o'zgarsa, bu haqda vaqtida xabar berish kerak. Oddiy misol. Bola boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa olayotgan edi. U 12 yoshga to'ldi, keyin o'qishga kirmadi yoki kunduzgi ta'limda o'qimay qo'ydi. Agar oila bu ma'lumotni yashirib, to'lovni olishda davom etsa, keyin ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinadi. Agar oyiga 800 ming so'mdan 10 oy davomida to'lov olingan bo'lsa, bu 8 million so'm degani. Ko'pchilik uchun bu juda katta pul. Oila bu pulni allaqachon oziq-ovqatga, kommunal to'lovlarga ishlatib yuborgan bo'ladi, lekin qarzdorlik baribir qoladi. Uchinchi xavfli holat soxta ma'lumot yoki soxta hujjat taqdim etish. Bu faqat pensionerning o'ziga emas, uning nomidan hujjat tayyorlayotgan odamga ham tegishli. Masalan, ish staji yetmayotgan bo'lsa, kimdir men sizga arxidan ma'lumotnoma qilib beraman deydi. Pensioner ishonib pul beradi. Keyin hujjat soxta chiqadi. Bunday vaziyatda men bilmagandim deyish har doim ham qutqarmaydi. Chunki pensiya hisoblashda taqdim etilgan hujjat asos bo'lgan bo'lsa,
keyin noto'g'ri hisoblangan summa qayta ko'rib chiqiladi. Masalan, fuqaro 25 yillik ish staji bor deb hujjat topshirgan. Pensiya oyiga 2 million so'm qilib tayinlangan. Keyin tekshiruvda 5 yil staj soxta hujjat asosida kiritilgani aniqlandi. Aslida pensiya 20 million 700 ming so'm bo'lishi kerak edi. Farq 300 ming so'm. Agar bu farq 3 yil davomida to'langan bo'lsa, 20 million 800 ming so'm ortiqcha to'lov chiqadi. Bu pulni qaytarish masalasi ko'tariladi. Shuning uchun men hech qachon tanish orqali tez bitadi degan gapga ishonmaslikni maslahat beraman. 4-xavfli holat bank kartasini va PIN kodni begona odamga berish. Pensionerlar orasida bu juda ko'p uchraydi. O'g'lim olib beradi, qo'shnim bankomatdan yechib beradi. Tanishim telefonimga ilova o'rnatib qo'yadi deyishadi. Albatta yordam kerak bo'lishi mumkin. Lekin kartani, PIN kodni, SMS kodni, bank ilovasining parolini boshqalarga berish juda xavfli. Bu nafaqat pul o'g'irlanishiga, balki pensioner nomidan kredit olinishi, onlayn qarz rasmiylashtirilishi, shubhali pul o'tkazmalari amalga oshirilishiga olib kelishi mumkin. Hayotiy misol. 72 yoshli otaxon ko'z yosh ko'rmagan uchun kartasini qo'shnisiga berib, har oy pensiyasini yechtirib kelgan. Bir kuni qo'shni bank ilovasini ham telefoniga ulab olgan. Keyin otaxon bilmagan holda uning nomidan kichik kredit rasmiylashtirilgan. Oylik pensiyadan avtomatik ushlab qolinishi boshlanganda otaxon bilib qolgan. Endi isbotlash qiyin. Karta o'z qo'lida bo'lmagan, kodlar berilgan. Rozilik SMS'lari tasdiqlangan. Shuning uchun men aytaman, yordam olishingiz mumkin, lekin kod va parollarni hech kimga bermang. Bankka borib ishonchli, rasmiy va xavfsiz yo'lni so'rang. 5-xavfli holat. Pensiya yoki nafaqani boshqa maqsadda, boshqa odam manfaati uchun majburan ishlatish. Bu ko'proq oilaviy muammo, lekin oqibati og'ir. Ba'zi pensionerlarning farzandlari yoki qarindoshlari pulingizni men olib yuraman deb pensionerning o'z ehtiyojlarini e'tiborsiz qoldiradi. Pensioner doğru ololmaydi, oziq-ovqatga qiynaladi, lekin kartasi boshqa odamda bo'ladi. Bunday holatda pensioner jim yurmasligi kerak. Pensiya pensionerning shaxsiy mablag'i. Hech kimni majburan tortib olishi yoki bosim bilan ishlatishi mumkin emas. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni qo'lga olayotgan bo'lsangiz, yashash joyingiz, oilaviy holatingiz, nogironlik guruhi, ish faoliyatingiz yoki boshqa muhim holatlarda o'zgarish bo'lsa, vaqtida xabar berayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz haqiqiy bo'lsa, kartangizni o'zingiz nazorat qilsangiz, xavotirga o'rin yo'q. Qonuniy pensiya olgan odamdan hech kim pulni asossiz talab qila olmaydi. Muammo odatda yashirilgan ma'lumot, noto'g'ri hujjat, vafotdan keyingi to'lov yoki kartadan noqonuniy foydalanishda chiqadi. Endi eng nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Men bilmaganman degan gap har doim yetarli himoya bo'la olmaydi. Albatta odam haqiqatdan ham qonunni tushunmagan bo'lishi mumkin. Lekin davlat organlari to'lovni hisoblayotganda faktlarga qaraydi. Pul tushganmi? Olinganmi? Hujjat noto'g'rimi? Shart o'zgarganmi? Xabar berilganmi? Shuning uchun bilmaslik o'rniga oldindan so'rash eng to'g'ri yo'l. Ikkinchi nozik jihat, ishonchnoma borligi ham hamma narsaga ruxsat degani emas. Masalan, pensioner tirik, sog'lig'i sababli o'zi bora olmaydi va farzandiga ishonchnoma bergan. Bu qonuniy bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnoma faqat pensioner manfaatida ishlatilishi kerak. Agar ishonchnoma olgan odam pensiyani olib, pensionerga bermasa, bu alohida muammo. Yana bir muhim nuqta. Pensioner vafot etgandan keyin ko'plab vakolatlar o'z kuchini yo'qotadi. Demak, menda ishonchnoma bor edi deb vafotdan keyin pul yechish xavfsiz emas. 3-nozik jihat. Ishga kirgan pensionerlar. Ko'p pensionerlar ishga kirsam pensiyam to'xtaydimi deb qo'rqadi. Bunda hamma holat bir xil emas. Yoshga doir pensiya olayotgan odamning ishlashi ayrim hollarda pensiyani to'liq to'xtatmaydi. Lekin ba'zi turdagi nafaqalar, qo'shimchalar yoki kompensatsiyalar ishga joylashish bilan bog'liq shartlarga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim shunday deyman, ishga kirmoqchi bo'lsangiz, mehnat shartnomasi tuzilsa, soliq tizimida daromad ko'rinsa, bu ma'lumot bazalarida aks etadi. Shartlarni oldindan pensiya jamg'armasidan aniqlang. Hech kim bilmaydi deb yashirin ishlash esa keyin ortiqcha to'lov yoki boshqa savollarni keltirib chiqarishi mumkin. 4-nozik jihat, chet elga chiqish va uzoq muddat yashash. Pensionni qisqa muddatga mehmonga, davolanishga yoki ziyoratga chiqishi boshqa masala. Lekin uzoq muddat boshqa davlatda yashash, doimiy yashash joyini o'zgartirish yoki ro'yxatdan chiqish pensiya to'lov tartibiga ta'sir qilishi mumkin. Bunday holatda odam albatta oldindan maslahat olishi kerak.
Masalan, pensioner 6 oyga farzandining yo'niga ketdi. Kartasi O'zbekistonda qoldi. Nabirasi har oy pulni yechib turdi. Keyin qaytib kelganda tizimda savollar tug'ilishi mumkin. Pensioner qayerda bo'lgan, pulni kim olgan, shartlar buzilmaganmi? Shuning uchun chet elga uzoq muddat chiqayotgan bo'lsangiz, hujjatli, rasmiy va aniq yo'lni tanlang. 5-nozik jihat. Ortiqcha to'lov har doim firibgarlik degani emas. Ba'zida idoraning o'zida xatolik bo'lishi mumkin. Masalan, ma'lumot bazada kech yangilangan hisob-kitobda texnik xato bo'lgan, bir xil davr uchun 2 marta to'lov chiqqan. Bunday paytda pensioner darhol vahimaga tushmasligi kerak. Lekin pul ortiqcha tushganini sezsa, uni darhol sarflab yubormasligi kerak. Masalan, odatda 20 million 500 ming so'm oladigan pensionerga birdan 4 million so'm tushdi. Balki qo'shimcha berilgandir deb o'ylab hammasini ishlatib yubordi. Keyin xato ekani aniqlansa, pulni qaytarish kerak bo'ladi. Shuning uchun kutilmagan katta summa tushsa, avval bankdan yoki pensiya jamg'armasidan izoh oling. 6-nozik jihat: hujjatlardagi ism, familiya, tug'ilgan sana, mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Ayrim pensionerlarda eski hujjatlarda bitta harf farqi bo'ladi. Masalan, pasportda Karimova. Mehnat daftarchasida Karimova o'rniga boshqa yozilish, tug'ilgan sanada bir kun farq, otasining ismida xato. Bular mayda ko'rinadi, lekin pensiya hisobida jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni topshirayotganda mayli tushunishadi demang. Har bir ma'lumot mos tushishi kerak. Kerak bo'lsa arxivdan tasdiq, sud orqali faktni belgilash yoki tegishli tuzatishlarni rasmiylashtirish talab qilinadi. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan har qanday o'zgarishni yozib boring. Yashash joyi o'zgardimi? Ishga kirdingizmi? Chet elga uzoq muddat chiqapsizmi? Nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rik bormi? Qaramog'ingizdagi shaxsning holati o'zgardimi? Oilaviy holatda muhim o'zgarish bo'ldimi? Bularning hammasini e'tiborsiz qoldirmang. Ikkinchi qadam. O'z hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar borishga qiynalsangiz, yaqin qarindoshingiz yordam berishi mumkin, lekin arizani rasmiy yo'l bilan bering. Telefon orqali so'ragan maslahat yaxshi, lekin muhim masalada yozma javob yoki ariza nusxasi bo'lgani yanada ishonchli. Ariza berganingizda sana kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lishiga e'tibor bering. 3-qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Odatda kerak bo'ladigan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi yoki ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nikoh yoki vafot haqidagi guvohnoma, ishonchnoma, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar. Har bir hujjatning nusxasini alohida papkada saqlang. Telefoningizda suratini ham olib qo'ying, lekin asl hujjatlarni begona odamlarga bermang. 4-qadam, kartangizni himoya qiling. PIN kodni qog'ozga yozib kartaning yonida saqlamang. SMS kodni hech kimga aytmang. Bank nomidan qo'ng'iroq qilib kodingizni ayting desa, bu firibgar bo'lish ehtimoli katta. Bank xodimi odatda sizdan maxfiy kodni so'ramaydi. Agar kartangiz yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib blok qildiring. Agar pensioner telefon ishlatishga qiynalsa, bankka borib, xavfsiz xizmat usullarini so'rash kerak. 5-qadam, pensioner vafot etgan holatda oila nima qilish kerakligini bilsin. Eng avvalo vafot haqidagi hujjat rasmiylashtiriladi. Keyin tegishli idoralarga xabar beriladi. Kartaga tushgan pulga shoshilinch tegmang. Daf xarajatlari, olinishi mumkin bo'lgan to'lovlar, meros tartibi va pensiya bo'yicha yakuniy hisob-kitob masalasini rasmiy tartibda aniqlang. Bu oilani keyingi qarzdorlik va tushmovchiliklardan saqlaydi. 6-qadam, agar sizga pul ber, pensiyangni oshirib beraman, staj qo'shib beraman, nogironlikni chiqarib beraman, arxiv hujjatini topib beraman deyishsa, juda ehtiyot bo'ling. Rasmiy xizmat rasmiy idora orqali bo'ladi. Tanish bilish orqali noqonuniy yo'l tanlasangiz, bugun go'yoki muammo hal bo'lgandek ko'rinadi. Lekin ertaga tekshiruvda katta qarz, hujjat muammosi va javobgarlik paydo bo'lishi mumkin. 7-qadam, ortiqcha to'lov bo'yicha talab kelsa, vahima qilmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Avvalo hisob-kitobni so'rang. Qaysi davr uchun, nima sababdan, qancha summa ortiqcha hisoblangan. Agar rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering, hujjatlaringizni ilova qiling. Kerak bo'lsa yuristdan maslahat oling. Ba'zan xatolik bo'lishi mumkin, ba'zan esa haqiqatan ham qaytarish majburiyati bo'ladi. Muhimi, og'zaki bahs bilan emas, hujjat bilan ish tuting.
Sakkizinchi qadam, farzandlar va qarindoshlar bilan ochiq gaplashing. Men pensionerlarga shuni maslahat beraman. Kartangiz, pensiyangiz va hujjatlaringiz bo'yicha kim nima qilishi mumkinligini aniq belgilang. Ishonchli odam bo'lsa ham hammasi qonuniy bo'lsin. Agar siz kasal bo'lsangiz yoki yura olmasangiz, ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtiring. Agar pulni kimdir olib kelayotgan bo'lsa, qancha tushdi, qancha yechildi, nimaga sarflandi, buni yozib boring. Bu ishonchsizlik emas, bu tartib. Bugungi eng muhim xulosa shuki, pensionerlar uchun eng katta taqiq bu qonuniy asos bo'lmagan pulni olish, muhim ma'lumotlarni yashirish, soxta hujjatdan foydalanish, vafot etgan odamning pensiyasiga tegish, kartani va maxfiy kodlarni boshqalarga topshirishdir. Hozir elektron tizimlar kuchaygan, ma'lumotlar solishtiriladi, shuning uchun bilinmaydi degan fikr juda xavfli. Men sizga qo'rqish uchun emas, o'zingizni himoya qilish uchun tushuntirdim. Agar hammasi rasmiy, hujjatlar to'g'ri, o'zgarishlar vaqtida xabar qilingan bo'lsa, pensioner o'z pensiyasini xotirjam olish kerak. Lekin kichik e'tiborsizlik ham keyinchalik katta qarzga aylanishi mumkin. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar ko'proq qaysi muammoga duch kelmoqda? Karta, hujjat, staj, ortiqcha to'lov yoki chet elga chiqish masalasimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z pensiyasini, huquqini va oilasini himoya qila oladi.